Putovkasi bo'ladi. Ruxsat nomingiz bo'lishi kerak, aka. Shuni ko'rsating, bo'ldi, o'rtasiz. Videoga olyapsanmi? Aka, men o'qiganman, bu joyda yozib qo'y. Ruxsat nomingiz bo'lsa o'rtasiz, aka. Yo, mashina menga qara, bizdak men emasmi? Pravim bormi? Mashina o'zing haydab borasan. Aka, mashina bizdak men emas, menga qarang. Mashina biroz tanirovkasi o'tgan. Jarima maydoniga qo'yish kerak. Bo'ldi. Mashina o'zi haydab boradi, aka. Nima haydamasa haydab boradi. Bo'ldi, haydab borsin bo'lmasa, evakuatorga o'ltirsin degan joyi yo'q. Davlatdan qarzdorlik joyi yo'q, to'g'rimi? Haydab borsin degan joyi ham bor ekanmi? Shofir haydab borish kerak degan joyi bor. Haydab bor ekan, mana qonun provokat qilmang aka. Siz menga mana shu mashina ortilsin degan qog'ozingizni ko'rsatingda o'rting qaror. Bo'lmasa aka haydlashamiz bu yerdan. Agar siz bilan haylash qo'ymak o'zi. Ha? Siz bilan haylash qo'ymak aka, normal gapiravering. Qayerda haydlashamiz aka? Mamlakat qayerda haydashasiz? Qayerda haydlashamiz? Mamlakat qayerda haydashasiz? Siz bilan mana shu turgan joyimizda haydlashamiz aka. Mashina ortilmaydi, qarang, hech yoqqa ortilmaydi. Bosib ketsalaring ham ortilmaydi. Aka, ortiladi mashina. Aka, mashina ortilmaydi. Ortiladi mana shunday. Ortilmaydi. Agar o'zingiz aloqa o'zingiz qilib qilasiz. Nima bo'ladi aka? Kimni chaqirasiz? Kim chaqirmayman men. Chaqiring bo'lmasa. Siz mana shu mashinani ortish kerak degan Aka, mana qog'ozingiz shu bor. transport vositasi maxsus evakuator yordamida jarima o'ljasi. Nima sababdan? Nima sababdanligini aytasiz? Tonirovkasi muddati yo'qligi. Tonirovkasi yo'qligi degani haydovchi o'zining dokumenti bor, pravasi bor, o'zi haydab borish mumkin emas degan joyini keltiring. Bo'ldi. Endi shofir haydab boradi. Bo'lmasa siz haydab boring, aka, siz nima qilyapsiz bu Men yerda? haydab boraman birovni Siz mashinasida. mana shofir yonida turibdimi siz yoningizda? siz hozir boshqachaga gapirayotgandingiz. Ichki ishlar vazirligining qonuni bormi shunaqa? Ha, mana keyin erdan qanday qaytib kelaman dedingiz, to'g'rimi? Qanday qaytib kelaman? Kechasi birovni mashinasini haydab, Mana shu turtoviga urib olsa kim javob beradi? Shofir javob beradi aka. Evakuatorga ortilmaydi, puli yo'q evakuatorga ortishga aka. Evakuatorga pul oladimi bular? Tekinga olib boraman desa, pul olib borib tashlaydi. Siz so'ramasangiz bu beradi pulni. Qarindoshim bilaman aka. Kim bo'lasiz? Qarindoshi bilan amakisini bilaman. Amakisini aytasiz aka, ertaga sud chiqadi. Inspektor ustida. Ho, aka. Aka 01 chaqiring, Inspektor yoki evakuator ustida e'tiroz bo'lsa, shikoyat berasiz, bo'ldimi? aka boraman, hozir chiqib kelaman. Bo'ldimi? Aka, tushundingizmi? Tushundingizmi? E'tirozingizmi? E'tiroz, qarang. Mashina mana shu evakuatorga ortilsin degan qog'oz ko'rsatsin bo'ldi, Ortilmasin degan qonun bormi? Ortilsin degan qonun bormi? Ya ortilsin degan. Ortilsin degan qonun bormi? Ko'rsatsin. Red davomida evakuator yordam beradi. Shofir haydab ketadi aka. Bo'lmasa yo'l patrul xizmat xodimi haydab ketadi. Orting. Hech kim ortmaydi aka. Chekada chiqmang aka. Mani qo'lim Aka, chekada chiqmang. zo'r aka. Chekada chiqmang. Menga iltimos sizlar, iltimos qilaman. Chiqasizmi, chiqmaysizmi? Men chekada turibman aka. Xalaqit bermang xizmat faoliyatimizga. Xizmat faoliyatingizga Ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksining 295-moddasi. Ichki ishlar Aka bu firmaning putovkasi bo'ladi aka, pravonli pasportim bo'ladi. Aka mashina deb ko'rsatma. narkologiya o'qitar ekan hozir bular. Menga qarab bilan ishlatmoqchi ekan bular. Aka qo'shilasiz. lochin 300. Sabab men bularni anavisiga qarshilik qilyapman aka. Aka mashina ortilmaydi, qog'ozingizni ko'rsating, keyin ortilar. Syomka qilyapsan? Bo'ldi. Mashina ortilmaydi aka. 17 Mashina ortilmaydi. Davlatdan qarzi yo'q, boshqa narsasi yo'q. Nimaga ortiladi Aka mashina? qo'shib qo'yasizmi? Ishlatasizmi aka, qo'shmasin. qarshilik ko'rsatmang aka, xizmat faoliyatimizga. Aka, sizga xizmat faoliyatingizga men qarshilik ko'rsatadiganim yo'q. Men qonuniy sizdan talab qilyapman. Mana shu 724 mashina Sizga emas, menga emas.